Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar. Xayrli kunlar. Yozg'uchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Qashqarning noyib amiri Said Ahmad Mirzaning tili kekash bo'lganning ustiga quliqi xeyli eg'ir edi. Uning qilgan so'zlarini yaqin mahramlari yoki ko'proq suhbatdosh bo'lgan kishilar anqiralaydi. Tunji ko'rishgan odamning uning bilan bevosita so'zlashishi ba'zi mushkul edi. Keyingi vaqtlarda quliq texim eg'irlashib ketdi. Gapni vaqirab turib demasa anglayolmaydi. Shu sababdan Olisbekga Xudoydod bu o'g'lining yurt boshqarish ishlariga hamdamda bo'lish uchun eng ishonchli mahrami bo'lgan Xo'ja Sharifni bundan 5 yil burun Sulton Muhammadxon oliylariga tavsiya qilib, Qashqarning amir lashkarlik mansibiga tayinlatgan edi. Ostona Turpanda Olisbekning xos mahrami bo'lib xizmat qilgan Xo'ja Sharif cheksiz sadoqati, shundaqla kamolatga yetgan qalam va alam mahorati bilan Olisbekning ishonchiga erishgan edi. Xo'ja Sharifni Qashqarga yo'lga solgandan keyin Olisbekga Qashqardanmi, o'g'li Said Ahmad Mirzadanmi to'liq xotirjam bo'lgan edi. Ota-boblardan tortib Qashqarda tug'ilib o'sgan Xo'ja Sharif Qashqarliklarga xos inchki tabiatlik odam edi. Dastlabki bir necha yilda u Said Ahmad Mirzaga haqiqatan sadoqat ko'rsatdi. Jon fidolik bilan xizmat qilib, Olisbekga Xudoydodning ishonchini oqladi. Nomda amir lashkar bo'lsin, amaliyotda noyib amir divonning hamma ishlariga riyosatchilik qildi. Ana o'sha sadoqat uchun kunlarning birida Yorkent, Xotan, Oqsu yoki Ko'nchi vodiysi qatorliq viloyatlarning birarsiga haqiqiy noyib amir bo'lishni, shu yo'sinda mansibining o'stirilib o'rniga kirishni, yuqori darajalik amirlar qatorida xonning bevosita xizmatini qilishni orzu qildi. Lekin yillar o'taverdi. Uning bu orzusi bo'lsa, shu peti qilaverdi. Ko'rsatgan sadoqati, qilgan jon fidoliklari, ajr to'pisi tegishli tortiqlanmadi. Qalam va ilmda shunchalik iqtidori turib, bir umr kekash va panqoy amirning og'zi va quliq bo'lib qolganligini o'ylaganida to'liq umidsizlandi. Uning Qashqarda ko'rsatgan to'hfalarining hammasi Amir Said Ahmad Mirzaning nomida o'rniga yo'llanadi. O'rtada Olisbekga Xudoydod bo'lganligi uchun xon Qashqarda alamdimi, qalamdimi tang yetilgan bir qobiliyat egasining borligini faqat bilolmaydi. Xonga har qanday yo'llar bilan bildirish mumkin emas edi. Xo'ja Sharifdek bir istidod egasini faqat Olisbekga Xudoydodla xonga bildira oladi. Xo'ja Sharif Olisbekga yozgan bir qancha maktubida bu orzusidan gohida yoshirin, gohida ochiq bishorat berib ulgurdi. Ammo Xo'ja Sharif Olisbekning yozgan javob maktubidan bu orzusi haqida qilchilik shabi his qilmadi. Xo'ja Sharif Olisbekning o'zini mangu o'g'lining soyasi qilish muddaosi borligini, bu haqda Olisbekga ortiqcha umid bog'lashning bakla nodonlik, ahmoqlik bo'lganligini bara-bara his qilib yetdi. Xo'ja Sharif mushularni tushunganida to'liq xo'rlik his qildi. Arzu armonlaridan, yetmoqchi bo'lgan istiqbolidan to'liq umidsizlandi. Bir umr mushundaq nom nishonsiz ko'milib o'tishga ko'nglida zinhor qoyilligi yo'q edi. Uning Olisbekga Xudoydodgami, Amir Said Ahmad Mirzaga bo'lgan sadoqati suslashgan edi. Shuning bilan ko'ngliga pukkan arzu armonlarga yetish, qobiliyat istidodini xalq olamga namoyish qilish, xonga bildirish uchun boshqa turishga chora amal izlashga kirishdi. Olisbek hazratlariga shuncha yil sadoqat ko'rsatib, kekash panqay o'g'lining xizmatini shunchalik qig'inib yetar amdi. Xalq olam Xo'ja Sharifda katta istidod egasining borligini bilsin, tonisin. Qo'chang'ich haqni shillamga elib, aql, iqtidor, qobiliyatimni payxon qilib yashayman. Shundoq sadoqatning cheki bo'ladi.
Sadaqat chekdan ishib ketsa, qulluqqa, mahkumlikqa, qadrsizlikka ib boradi. Sadaqat vafo ko'rsatishni sagmi biladi. Sag degan degan so'zgan. Lekin uning turadigan joyi yana eshikning teshi. Erishadigan in'om xo'jasi g'ojilab tashlayotgan ustaxonlardir xolos. Shu ay shu kunlarda mening ashu sadoqat bilan sagdan qanchalik farqim qoldi? Yo'q, endi hargiz sag bo'lmayman. Yo'lvoz, yelpiz, bo'ri bo'lman. Aslida mo yaratgan egam mening suvulamni shir yo'lvoz bo'lish uchun o'zgan. İnsan o'z qadrini o'zi qilmasa, boshqalar asla qilmaydi. Iqtidorini o'zi namoyon qilmasa, boshqalar asla bilmaydi. O'z vaqtida Amir Temur hazratlari To'g'liq Temirxon oliylariga bo'lgan sadoqatini saqlab, To'g'liq Temirxon oliylarining iqtidorsiz xonzodasi bo'lmish Samarqand amiri Ilyos Xo'jaxonning xizmatida qo'l bog'lab turavergan bo'lsa, vaqtida Samarqand ordusidan chiqib ketib, o'z istiqboli uchun harakat qilmagan bo'lsa, bugungi kunlikda butkul Mavara Nahir, Xorason, Farg'ona tasarrufining xo'jasi bo'lolmagan Sohib Qur'on degan nomi olamga mashhur bo'lmagan bo'lar edi. Men u Sohib Qur'on ko'rsatgan jasoratning 10dan birini ko'rsatmasman. Shul topda mening aql farosatim, qobiliyat iqtidorim u Sohib Qur'on qilgan ishlarni oshirib qilishga tamoman yetadi. Shundoq. Belni mahkam bog'lab, jasoratga kelish kerak. Xon oliylarining yanada Ulug'bek hazratlari bo'ladi ekan. Mening xon oliylarining nazariga ilinmaqim, iqtidorimni namoyon qilib, uningga bildirmakim basi mushkul. Anglashimcha, Sultan Shir Muhammad xon oliylari taxtda o'tirgandan beri bir to'p xushomatchilar bilan eg'iz burun yalishib yurgidek. Bundaq saltanat sohibida tasarrufidagi istidod egalarini boyqo'g'dak, ularni o'rdiq taklif qilib xizmatiga sog'dak iqtidor nemish qilsin. Men nemishqa umidni shuningga bog'liqdakman. Buyuk Mo'g'uliston elini yolg'iz Sultan Shir Muhammad xonni so'rmaydi-ku. Samarqand taxtida o'tirgan Mirza Ulug'bek oliylari saltanati Mo'g'uliston elining muhamisidir. Chunki marhum sultonimiz Xizr Xo'jaxon oliylari aynili Sohib Qur'on Amir Temur oliylariga zimmiylik bildirib, buyuk saltanat sohibiga beqingandan beri bu qoida davomlashib kelyapti. Her yili Turpan taxtigohi, Samarqand taxtigohiga qimmat baholiq sovg'at pishkashlarni ulpan hisobida avatyapti. Ras Ulug'bek Xudoydat hazratlari Sultan Shir Muhammad xon oliylarining oldida to'g'ri turvag'ini bilan Mirza Ulug'bek oliylarining oldida beqo'g'ildir. Sultan Shir Muhammad xon oliylari qadrimizni bilmasa, donishmandligi butkul olamga doston bo'lgan Mirza Ulug'bek oliylari qadrimizni qilmay qolarmi? Qiladi, cho'qim biladi. Cho'qim qiladi. Gap iqtidorimizni Mirza Ulug'bek oliylariga namoyon qilishdi. Donishmand pirkomillar botirlik o'qini tadbir yosida otsa dal tegdi deb rost aytdi. Shundoq qilish kerak. Tadbiring qandoq bo'lsa, taqdiring shundoq bo'ladi emasmi? Shundoq bir ish tavrdayki, donishmand Mirza Ulug'bek mendek bir katta istidod egisini har qanday suhbatiga ulpat qilsin. Sultan Shir Muhammad xon burnining ostidagi istidod egisini boyqiyamaganlik uchun pushamonning oldigan tovoq topolmay, barmoqlarini hasrat bilan tishlasin. Barliq arzu umidini Mirza Ulug'bekka bog'lagan Xo'ja Sharif muddasiga yetish uchun qilchilik arsaldi bo'lmadi. Aslida Qashqarning mulki, lashkariy huquqi uning qo'lida edi. Shunga hech qancha kuchmayla Qashqarning noib amiri Said Ahmad Mirzani jaddiy jamoat bilan qo'shib Qashqardan qo'g'lab chiqardi. Ulug'bek Xudoydatga bo'lgan ilgirki sadoqatining yuzini qilib, amir Said Ahmad Mirzaga qilchilik ziyon zahmat yetkazmadi. Çoğulgan mal dolayanlarını bulab talamadi.
Said Ahmed Mirza Qashqar shahridan chiqibla Qashqarda yuz bergan Xo'ja Sharif isyonini xon oliylarga, jumladan dadisi Ulusbekga Xudoydatga ma'lum qilish uchun tezlik bilan Turponga chaparman mong'izdi. Ondan Xo'ja Sharif isyonini bostirishga Turpondan keladigan xon lashkarlarini saqlash uchun Oqsuga qarab aldirab yurib ketdi. Qashqar Xo'ja Sharifning qo'liga bir tomchi qon to'kilmay o'tgan edi. Divanda o'ngchi o'ltirishga musharraf bo'lgan Noib Amir Xo'ja Sharif pat yaqinda Turpondan Qashqarga jazo yurish qilish uchun tuman degan xon lashkarlarining keldiganligini tezlik hamladida oldin tuzib qo'ygan plani bo'yicha Mavara Unnahir sultoni Mirza Ulug'bekka xat yozishga darhol tutindi. Bismillahirrahmanirrahim. 18 ming olamdagi oliy martabalik sultonlar ham shuhratli xoqonlarning eng ulug'i, ilm dargohidagi ulamolarning eng yetuki, adl adolatning homiysi, qobiliyat istidod egalarining g'amguzori, illiqlik va rahimdillikning ukari, al ulusning boshpanohi, Temuriy nasablik Mirza Ulug'bek sulton oliylarga sadoqat gulshanimdan o'zgan quchoq guldastlarim bilan cheksiz salomlar yo'llayman. Ukar deganimiz ukar yulduzi debdi o'zi hatto. Janobi Alloh al yurt avom ra'yatning osoyishligini adolatlik, donishmand Bahodir Xon sultonlarning mavjudligiga bog'lab olamning tartib intizomini ularning lutfi ihsoni bilan qahri g'azabiga qaraydigan qilib tur. Ondan barliq el ulusni ularning itoatida bo'lishga buyurib tur. Shu orqali olam qonunini turg'izib, insonlarga orom yetkazib tur. Peqir Qashqar hududidagi oliylarga puhrodorchilik qiladigan avomning eng divanlaridan ahli kamtuk, nodon turgan putkini ayb va kamchilik bilan to'lgan Xo'ja Sharif ibn Xo'ja Yahyo arzimas ikkilik tilini taptatmasdan uzun qilib tovandikilarni bayon qiladi. Babayı buzurglari bo'lmish Hazreti Amir Temur sohib qiran g'ozi podshohim Allohning inoyati hamda o'zining tangdoshsiz aql farosati, yengilmas jasorati bilan butkul olamni istilo qilib, jumladan Peqirning al yurti bo'lmish Mo'g'ulistonni shavkatlik taxtigohga itoat qildirib, quyoshga tangdosh mehr shafqat yomg'irini oymay yog'dirgandan beri pul hududlikda azaldan ko'rilib boqmagan ma'murchilik, osoyishlik hukm surgan ardi. Allohga 100 ming qatli shukr kim Hazrati sohib qiran g'ozi podshohning saltanat taxtigohiga sili janobi qiblegohim posibon bo'lgandan keyin ul jannat makon baboyi buzurglari yog'dirgan mehr shafqat yomg'iri hassilab yog'si yog'diki zinhor oziyib qolmadi. Şol boisdan bul hududlikdagi al ulus o'zimizni hisobsiz baxtiyor sanab kelgan arduk. Hala bugungi kunga kelganda ushbu Mo'g'uliston taxtigohining posiboni bo'lmish Sulton Sher Muhammad Xon oliylari mamlakat va saltanatning qoida yo'sin, qonun yasoqlarini xohlagancha dafsanda qilib, avom ra'yatning da'vo talablarini adl adolat bilan so'rmay, jabri zulm, nafsoniyatchilikka homiy bo'lib, iqtidorsiz, onqov kishilarni taxtigohi atrofiga to'plab, ham tovoq, ham sherik bo'lishib, qalam va alam bobidagi istidod egalarini hokimiyatdan chetlashtirmoqda. Aysh ishrat, kayf sapo avj ilib, avomning zori palakni qoplamoqda. Shul boisdan bul hududlikdagi avom ra'yat Janobi on hazratimning zulmga, adolatsizlikka barham berguchi, adolat qilishlarining soyasiga to'lima intizor bo'lmoqda. Jumladan bul hududlikning eng cho'ng,
eng avat viloyatlardan biri bo'lmiş Qashqar diyorimi uzundan beri Kekash va Ponqay bir istidodsız amirning qo'lida qilib vayronchilikqa yuz tutmoqda. Gerçi Qashqar xalqi ul Kekash Ponqay amirning o'rniga haqiqiy bir istidod egisining chiqib o'zlariga rahnamo bo'lishini orzu qilishsimi, lekin ularning ohuzori Mo'g'uliston ordisiga Turpan taxtigohiga yetib bag'ini yo'q. Chunki ul istidodsız Qashqar amiri Mo'g'uliston ordisidagi amirlarning eng kattasi bo'lmish Ulusbegi Xudoydat hazratlarining amirzodasi bo'lganligi uchun Sultan Sir Muhammadxon oliylarining Qashqar avlodidan ma'lumot tepishi, Qashqar ahvolotidan ma'lumot tepishi basi mushkuldir. Shunlashqa bizlar kim Xo'ja Sharif ibn Xo'ja Yahyo Qashqarning arzimas amir lashkari bo'lsaqmi, Qashqardagi avomning ohu-pig'oniga chidab turolmay o'zlari janobi donishmand xon oliylarining oqqorni xuddi xalqdan zar ayrug'uchi adolatiga tevinib, ul istidodsız amirdan Qashqar hukumatini so'yib oldik. Izohatni o'qib o'tay. Haq degani tuproq degan so'z, zar, oltin, so'yib oldik degani tatib oldik degani deb izohatda. Shul topda Turpan taxtigohi bizning bu rag'batimizni gunohga jo'rishi, tumanlagan bahodir sarkarda lashkarlar bilan kelib, bizni yasoqqa tortishi so'zsizdir. Shunlashqa bir nanchidan oliylarni Qashqarda yuz bergan ahvollardan xabardor qilish, ikkinchidan biz kabi sadoqatning qo'llarini Turpan taxtigohining jumladan Ulusbegi Xudoydatning zulm sistemlaridan tabiiy qilishlarini talab ushbu arzni yozishga g'ayrat qildik. Shuni muborak samilarga selib qo'ymoqchimizki, Turpan taxtigohida yaqindan beri Buyuk Mavara Nahir saltanatining tasarruf ziminlariga ta'arruz qilish qora niyatlari oshkorlanmoqda. Ulusbegi Xudoydat lashkar tortib berib, Samarqandni ayni yillardagiga o'xshash yana bir navbat fath qilish ham xiyolida bo'lmoqda. Shunlashqa oliylari har qachon ogoh bo'lsinlar. Mumkin bo'lsa, saltanatlardagi shirpanchilik sarkarda lashkarlarni darhol otlantirib, Qashqarni ilkilariga olg'ayla. Shul orqali Turpan taxtigohiga o'zlarining kuch-qudratining jannat makon baboyi buzurklari hazrati Amir Temur sohibqiron baboyi buzurklari hazrati Amir Temur sohibqiron g'ozi oliylarining shavkatidan qilishmaydiganligini yana bir navbat bildirib qo'yg'ayla. Gerçi fikrda büyük ve muhim ishning huddisidan chiqishga loyiq iqtidor bo'lmasa-mu, aqillarning sukut qilgan kishi qutuladi degan hikmatini bilib tursam-mu, yanala Qashqardagi xos omning ohuzoriga chidab turolmay, janobi qiblagohimning adolat va saxovatning namoyandasi bo'lmish saltanatiga bo'lgan sadoqatimni bildirmak bo'lib, qurbim yetmas ishga qadam qo'yishga jur'at qildim. Chunki ishni orqama-orqa chekkan kishi uyga kiralaydi emasmi? Bilmadim. Himmat, inoyat gulchechaklarning dargohi bo'lmish qiblagohimning sharaflik himmat darvozasi echilarmikin? Saltanat osmonining mohiy taboni on hazratimning muborak oltin bo'yiga esanlik tilab, qoqoslikni ko'kartguchi mehr shafqat yomg'iriga intizor bo'g'ichi Kamina Xo'ja Sharif ibn Xo'ja Yahyodan deb bilorlar. Xo'ja Sharifning xitini topshirib olgan Mirza Ulug'bek qilchilik ikkilanib o'ltirmadi. Buzrukvar bo'lsa Amir Temur saltanat surgan zamonlarda Mo'g'ulistonga bir necha navbat lashkar tartganligini, Amir Qamardan o'ldirilgandan keyin Mo'g'uliston taxtiga o'ltirgan Sultan Xizr Xo'jaxon bilan sulhi tuzishib, do'stlik o'rnatganligini, Xizr Xo'jaxon hamshirsi
Xızır Xo'jaxon әмшірсі Мәлике Тәвәккүл xanımni әмір төмірге ятлық qilib, do'stlikni tuqqandarsılıqqa aylandırıp, ikki elning munosabatini mustahkamlashga asos sağanligini, shundan keyin ikki el o'rtasida uzungacha tinchlik o'rnatilib, urush yig'iliq bo'lmaganligini Mirza Ulug'bek peshqadam amirlardan anglab bilgan edi. Shundaqla u Mo'g'ulistonning azaldan Mavara-un-Nahir saltanatiga beqinmaganligini, zimmilik bildirmaganligini, faqat Sultan Xizr Xo'jaxonning buvisi Amir Temurni hurmatlab, faqat Sultan Xizr Xo'jaxonning buvisi Amir Temurni hurmatlab, pat sovg'a salom avatadiganligini, buning hargizmi o'lpon emasligini, o'z navbatida buvisining Xizr Xo'jaxonga javoban sovg'a pishkash avatib turganligini obdan biladi. Keyingi vaqtlarda Amir Temur bilan Xizr Xo'jaxon orqa-orqadan qazo qildi. Shuningdek keyin ikki elning saltanat taxtiga o'tirgan sultonlar burunqidek berish qilishmadi. Sovg'a salom avatishmadi. Shu topda Mirza Ulug'bek Xo'ja Sharifning xetidagi ko'ptirmichilikni darhol his qilib yetgan edi. Ammo nimali bo'lmasin, u yanala bir hukmdor istilochi edi. Tasarrufidagi zaminini kundan kunga kengaytib, hukmronlik taxtini texnik mustahkamlashni orzu qiladi. Shunga Xo'ja Sharifning bu bir parcha xeti Mirza Ulug'bekka obdan bahona bo'lib berdi. Namda Sultan Shir Muhammad Xonga homiy bo'lib, Mo'g'uliston elini ishga urush qalaymaqonchiligidan qutuldirish, amaliyotda mush ishni bahona qilib, Qashqarda lashkar turg'izib, shuhrati butkul olamga mashhur bo'lgan bu shaharni tasarrufiga elish maqsadida sarkarlardan Sultan Malik Davlatni xillangan bir tuman otliq lashkar bilan Qashqarga manqozdi. Ulug'bek Xudoydat Qashqardagi to'plangan xabar tepib, ahvolni Sulton Shir Muhammad Xonga ma'lum qilgan va darhol Qashqarga lashkar tortishni talab qilgan bo'lsa-mu, biroq Sulton Shir Muhammad Xon jiyani Shahzoda Uvays Xondan xavfsirab, hamda butun Asiyodani Uvays Xon tarafdoridagi amirlarni ko'zdan yo'qotishga qaratib, bu ishga ancha ko'ngilishmagan edi. Yana bir tarafdan Ulug'bek Xudoydatga Qashqarga lashkar tortishga ijozat bersa, Turpandagi lashkariy kuchning ojizlab ketishidan Shahzoda Uvays Xonning Qashqarga lashkar tortib mangan Ulug'bek bilan birlashib olib, o'ziga qarshi chiqishidan vahim yegan edi. Shunga u avval Shahzoda Uvays Xonning ishini tal-to'kis bir taraf qilib, xotirjam bo'lgandan keyin ondan Qashqarga lashkar tortishga yorliq tushirishni ko'ngliga tukkan edi. Biroq u o'rdadagi ishni muddasi bo'yicha bir taraf qilishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Qashqarga lashkar tortish ishini kechiktirib qo'ygan edi. Ulug'bek Xudoydat Turpandan Qashqarga qarab lashkar tortib yo'lga chiqqan vaqtda Mirza Ulug'bekning sarkardasi Sulton Malik Davlatning Samarqanddan Qashqarga qarab yo'lga chiqqaniga allaqachon 2 hafta bo'lib qolgan edi. Ko'z yetkisiz bugurchili Qashqarga jazo yurish qilish uchun mangan xon lashkarlari bilan to'lib ketgan edi. Qashqarga tezroq berishga oldirab qolgan Ulug'bek Xudoydat qo'shinning asosiy qismini tashlab, Bering'or qismi bilan oldida ketib boradi. Chering'or qismining kaynidan qurol-yarog', chedir bargoh jabduqlari ortilgan to'ga va qichirlar, oshpazlar bilan xizmatkorlarning lozimatliklari, oziq-tulik, yem-xashak besilgan harvular kelyotdi. Eng oxirida Chag'dovul qo'shin kelyotdi. Gerçi qo'shinning yurish sur'ati xeyli tez bo'lsa, lekin qurbishlari oldi-kayniga chepib yurib, lashkarlarni yana tezroq menishga oltirtdi. Turpandan chiqqandan beri tuzuk aram olmay yo'l yurayotganligi uchun lashkarlar xeyli horg'in ko'rinadi. Bering'or oldin yurgich qo'shin, Chering'or orqa saf qo'shini, Chag'dovul orqa saf muhofazat qo'shini debdi izohatda. Ot ustida untinsiz ketib qolgan Ulug'bek Xudoydatni g'ambisvog'ini yoki tagsiz xiyolga asir bo'lganini belgilab bo'lmaydi. Yashinib qolganiga qaramay,
Ot üstüde qaddini tik tutup mezmut o'ltiratdi. U turpandan chiqqandan beri ashundaq otliq meng'atatdi. Xil arg'imoqlar qitilgan soyvanlik harvasida faqatla o'ltirmadi. Yumshoq ko'rpalar silinib, hashamatlik bezalgan harva oqsidan qo'rq kelyotdi. Hazratim, usullik chivalamdilar. Ulusbegi xos navkari Qanotbek hurmat bilan qo'shqo'llab uzatgan chanashqa qarab so'radi. Suvmi, sharbatmi? Sharbat, hazratim. Suv o'tlab baqay. Dedi Ulusbegi gaz bog'lab ketgan lablarini yalab qo'yib. Qanotbek chaqqonlik bilan yana bir chanashni uzatdi. Ulusbegi chanashning og'zini ichib, leviga tekkizib bir yutum o'tlab qaytirib berdi. Chanashdagi isib qolgan suvni ishkisi kelmagan edi. Shu topda Ulusbegi turpanning muzdek, so'g'uq, sharbatdek tamlik, o'dulli yurakka boradigan kori suyini eslab qolgan edi. Ostonadan yo'lga selivatgan Chaparman Shahzoda Uvaysxon oliylarni izlab topa olganmidi? Malika Sulton xotunning deb berganlari rost bo'g'iydi ilohim. Shu kunlarda Malika Sulton xotunning bizga ishonmas bo'lib qoldi. Ordadagi vaziyatni o'ngshig'idek majolim bo'lgan bo'lsa, allaqachon o'ngshigan bo'lardim. O'l chog'da safar riyozati chekib Qashqarga shaxsan lashkar tortib berishning hojati qolmaydi. Sulton Shir Muhammad xonning ahvoli shu. Atrofidagi o'sha bir to'p xushomatchi amirlardan boshqa hech kimga ishonmaydi. Oyoqimizsa mening o'rdadan qo'g'lab chiqarib etkisi bor. Malika Sulton xotun buni hargiz tushunmaydi. Na iloj. Xon allaqachon taxtda o'ltirib bo'lgan tursa. Shikorga chiqqan vaqtim bilan marhum xon oliylarining qazo qilgan vaqtini udul kelib qolganini qaramamdigan. Shu chog'da nemish qilib shikorni ko'nglim tatib qolgan bo'g'iydi. Shikorga chiqmagan bo'lsam edim, shahzodani taxtda o'ltirg'izishning iloji tepiladi. Sulton Shir Muhammad xonmi oldirab o'z beshimchilik qilishga petinolmaydi. Nihoyat u chaqqon chiqdi. Xish qilibdan chiqib bo'lgan vaqtda shahzodani qo'llasam, taxt sohibini qayta belgilash ishini o'ttirib qo'ysam, tahqiqi o'rdada qirg'inchilik yuz beradi. Bu balo qazoning bosh oxirini yig'ishtirib olib bo'lmaydi. Shunga Malik Sulton xotunga shahzodaga o'zini tutib olishni ko'p tavsiya qildim. Shundoq qilmay bo'lmaydi. Muvofiq fursat tepib, xonni almashtirishning yo'lini qilarman deb ekanman. Aslida Sulton Shir Muhammad xonni bo'shchaqlab qolgan ekanman. Sulton xotun bilan shahzodani niyatidan qaytarmay, qurultoy chaqirishga qo'shilsam bo'pti ekan. Mana amdalikda ularni qo'rqitash tugul, o'zimni qo'rqitayolmadim. Eligar xon menga qilchilik sir bermadi. Shu chaqcha har qanday ishni mening maslahatimsiz, xavrimsiz qaror qilib atadi. Ulusbeglik martabamga rioya qilmayotadi. Shahzodaning o'rdadan qochib ketishiga men sababchi bo'ldim-ku oxir. Sulton xotunning mendan ranjishi tamoman haqliq. Ularga nima qilib bera oladim? Qo'l qo'yishtirib qarab turdim-ku shu. Hozir shahzoda nalarda qochqin bo'lib yurdi ekan. Mendan ranjib qolgan-da balkim. Ishongan bo'lsa meni xabarlantirib qo'yar edi. Hozir xonning payli buzuq. Bu ahvolda shahzoda hargiz uningga tankilanmaydi. Yaxshisi bir mezgil fursat kutguni tuzuk. Shahzoda aqlliq, chechan, vaziyatni kuzdalaydi. Qilmoqchi bo'lgan ishining oldi oqisini dansiyalaydi. Navoda qishida heliqi baxtiqor marhum amirlar bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-da? Afsus, ular o'lib ketdi. Nima qilar bo'g'iydi o'rdaga salomga kelib? Ist ajab bahodir sarkatlardan edi. Balkim taqdirning yozmishi shundoq bo'g'iydi. Shahzoda men avatgan Chaparmanga ishonarmi? Yozgan xatimni o'qib, qilgan nasihatimga quloq solarmi? Ulusbegi beshini ko'tarib
ko'z yetkisiz cho'llikka nazar tashladi. Quyosh xuddi cho'llikni ko'ydirib yetadigandak o't purkitdi. Tiniq osmonda bir uchar qanotni ko'gili bo'lmaydi. Cho'l to'rg'aylarimi yo'lg'un qo'mishlarning orasiga kirib olgandek qiladi. Tova, nimachi shahzodaning ximini yeyman. Ishqilib mong'izg'on chaparminim shahzoda bilan uchrashib sog'-salomat kayniga yana olgan bo'lsa, kucharda hech bo'lmasa oqsuvda uchrasha olamiz. Shahzodaning ahvolini, niyat maqsadini shu chog'da bilib olayman. Shu topda o'g'lim Said Ahmad Mirzoning ahvoli qandaqdir? Xo'ja Sharifni bundoq munofiqlik, riyokorlik qiladi deb hargiz o'ylamagan ekanman. Onunğa ishongan, o'g'limni ko'rgan ko'zimda ko'rgan. Martabasini odatdagi mahremlikdan Qashqarda katta viloyatning amirlashgarligiga ko'targan emasmidi. Ishonganimning, e'tiborlig'imning tashakkuri shu bo'ldimi endi? O'z vaqtida u Qashqar xonlik madrasasida ilm o'rganayotgan yo'lon to'sh tolibchaq ekandiq. Xarj xirojidan berib Buxoro, Iroqdagi katta madrasalarda ilm tahsil qilg'izdim. Qaytib kelgandan keyin e'tiborni qilib, yenimdan o'rin berdim. Yaqin mahramlarim qatorida ham tavoq qildim. O'z vaqtida xon oliylarga tavsiya qilgan bo'lsam, qilmagan bo'lsam, biroqli necha daraj otlab amirlashgarlik martabasiga erishishi aslo mumkin emas edi. Ajab tuzkorlik qildi desa, bu jahonda sadoqat, vafo degan narsa rostli yo'qmidi? Yeshimmo bir yag berib qoldi. Toji taxt, saltanat uchun oz ajr singdirmadim. Ko'rsatgan sadoqatim, singdirgan ajrim uchun marhum Xizr Xo'jaxon, Muhammadxon oliylarining e'tiborlishiga, ishonchiga erishgan edim. Hala bugungi kunda Sir Muhammadxon taxtga chiqib, hamma narsa o'zgardi. Ota-bobolarimizdan miros qolgan ulug' beylik martabasi otaqtiba amalda yo'q quruq nomga aylanib qoldi. Bilib turibdiman, Sulton Sir Muhammadxon mendan qattiq ehtiyot qilyotdi. Hozirgi jazo yurishimi ilojini yo'qdan yorliq tushirdi. O'g'lim Said Ahmad Mirzo uchun emas, o'zining tasarruf zimini uchun Qashqarda katta viloyatdan ayrilib qolmaslik uchun yorliq tushirdi. Jazo yurish qilg'uchi qo'shindikilarning oila tavobatini birga elib menishiga ijozat bermay, turpanda tutib qolganligining o'zla xonning ko'nglidagi oli niyatni oshkorlab turibdi. Munofiq Xo'ja Sharifni Qashqarda uncha uzun turg'izmasam, qishimga yondirib akilib, o'rniga boshqa ishonchlik sarkardadan birini avatsam bo'pti ekan. Yaqinda beri avatgan maktablardan ko'nglining toza joyida emasligini, boshqacha bir niyat xiyollarining borligini sezgan edim. Xon bilan shahzodaning o'ttirsidagi nizo adovatlar salbiy siqqanda, ondan bu ishni o'ylasharman deb ekanman. Amir bo'g'isi bor odam tilini chaynamay gapni ochiq qilgan bo'lsa, xonga ma'lumot yo'llab, biror viloyatning amirlariga tavsiya qilmasmidim? Biror viloyatning amirligiga tavsiya qilmasmidim? O'zimdan o'tibdi. O'tgan yili Navram Saydali olibni Andijonga borg'ili qo'ymsam, Qashqarga dadasining qishig'i avatsam bo'pti ekan. Navram dadasining qishida turgan bo'lsa, Xo'ja Sharifning beshi 10 bo'lgan taqdirdami Qashqarda isyon ko'tarishga petinolmaydi. Navram Saydali olibni Andijonga berib, ko'ngli tushgan yori bilan visoliga yetib Turponga qaytib kelsa, xon oliylariga iltimos qilib, ulug'beklik martabasiga voris qilarman deb o'ylabdiman. Mana shu chaqqicha Mirzo Ulug'bekning zindoniga tushib qopti. Degandan boshqa ul suyimlik Navramdan hech bir xabar yo'q. Ulug'bekning yuragi Navra o'tida puchilinib ketdi. U o'tgan yili Turponda amdali ujma pishishga boshlagan mezgil edi. Ulug'bekning Turpon shahrining sirtiga joylashgan yozliq qasri Rohatbog'da ujma saylisi bo'lib o'tdi.
yoz kirishi bilan tunji boshlangan bu baravatga o'rdadagi yuqori darajalik amirlardan boshqa marhum Sulton Muhammad xonmu alohida chiqqan edi. Mehmonlarning orasida bundan 3 oy burun Iroqdan kelgan Mirzahmat Andijoniy bor edi. Bu kishi Amir Temurning cho'ng o'g'li Sulton Shohrux Mirzaning amirlaridan bo'lib, allaqanday bir sabablar bilan Shohrux xondan ranjib qolganligi uchun yomonlagan hisobda Iroqdan oila tavobatlarini ilib Turpanga kelgan edi. Sulton Muhammad xon uni izzatli mehmonlar qatorida kutib oldi. Alohida qasr ajratib o'rinlashtirdi va turli o'rda ziyofatlarga, barobatlarga birga ib chiqib, ko'ngliga tasalli berdi. Shu kundagi barobat avval yangi pishgan ujma bilan boshlandi. Oltin kumush tovoqlarda keltirilgan, shexdan bir taldan uzilgan bo'dak ujmalarning ta'mi to'liq shirin edi. Hirotda yana 2-3 haftalardan keyin ondan ujma pishidi, dedi Mirza Ahmad Andijoniy bir tal ujmani og'ziga silib turib. Turpan haqiqatan bahorni eng burun kutib oladi ekan. Hazratimning kindiqqina to'kilgan tuproqi bo'lmish Andijon vodisimi sarxil mevjilarning makoni. Dedi Ulusbegi Xudoydod so'z ili. Kaminalari aynili Samarqandgacha lashkar tatib bağınımda Andijonning jujamlarga emas, turli yal yemishlarga eg'iz takkanman. Bo'libmi Andijonda yegan glasning ta'mi hozirgacha tilimning uchida bor. Rost aytdilar, dedi Mirza Ahmad Andijoniy Ulusbegning so'zini tasdiqlab. Janoblarining Andijon glasiga bunchalik mayli borligini bilmabdimiz. Bultur Shohrux Mirza oliylarining dargohidan ayrilib, pul ostonaga yuzlanganimizda urug' tuqqan qavm qarindoshlar bilan didorlashib olish uchun Andijonda qisqali to'xtab o'tgan edik. Urug' tuqqan do'st yorallar safarda oziqlik qilirlar deb bir necha ko'zi glas murabbasi, glas sharbati yo'lliq tutgan erdi. Bilmadim, dargohimizda oz to'la saqlanib qoldim ekan. Glas sharbatining gapini anglab, Ulusbegi lavlarini tamshib turolmayli qoldi. Shundaq bo'lsa-ku, noiti baland ish bo'ladi. Ulusbegi Sulton Muhammad xonga qarab murojaat qildi. Bilmadim, on hazratimning glas sharbatiga zavqi bormikin? Shuncha uzoq yerdan elib kelingan esil ne'mat tursa, albatta ketib boqimizda, dedi Sulton Muhammad xon. Undaq bo'lsa dargohimizga hozirla chaparman mang'uzay, dedi Mirza Ahmad Andijoniy. Uzoq o'tmay 2 ko'zi glas sharbati bilan yarim ko'zi glas murabbasi keltirildi. Nihoyatda afsus, dedi Mirza Ahmad Andijoniy murabbo bilan sharbatni dasturxonga qo'yib turib. Uydagilar muni eng oxirgi bir ko'z murabboni chepin qilib qo'yibdi. Herhalde sharbatdan 2 ko'zi saqlanib qopti. Gerçi Turpanning bor sharbatiga yetmasimi? Oliylar tetib baqqaylar. Chepin qilmoq degan so'z butun narsani yerim yarti qilib qo'ymoq. Bor sharbati deganimiz uzum sharbati debdi izohatda. Murabbodan ko'ra sharbat maqtilib turib ichildi. Glas sharbati Sulton Muhammad xonga tetigan edi. Barobat qizg'in kayfiyatda davomlashyapti. Maxsus sazlar bilan o'ltirib ichgan musallas sharbatlar mehmonlarni obdan xush kayf qilgan edi. Shu topda sozandilar Dardog' muqomini o'rnatdi. Mo'ngluq muqom kuylari mehmonlarni har xil xiyollarga asir qilgan edi. Iroq ordisida Shohrux Mirzaning taxtigohida yo'liqqan ko'ngil og'riqlari esiga kelib qolgan Mirza Ahmad Andijoniyning dil xastaligi qo'zg'alib, ko'ziga yosh kelib qolgan edi. Muhtaram qibligohim, janob amirlarga kaminaning kichikina iltimosim bor edi, dedi Mirza Ahmad Andijoniy muqam oxirlashganda qo'liga liq musallas qo'yilgan kumush jamni ilib turib. Kamina saltanatlik ostonlarga qadam keltirgandan beri
Ajoyib katta obro'ylarga nail bo'ldim. Janobi xon oliylari kaminani xuddi bir tuqqan qeyrindishidek quchoq ichib kutib oldi. Ordadagi barliq amirlar katta izzat obro'yimni qildi. Herat ordusida ko'migan obro'yni Herat ordusida ko'migan obro'yni bul oliy dargohda ko'rdim. Aslida ajilim to'shib yaratgan egamning dargohiga borguncha do'stlik va mehr shafqatning, mardlik va saxovatning yagona ulgisi bo'lmish. Sultan oliylarining oyoqlariga qo'ngan xoq bo'lib xizmat qilg'um. Mehri ob-havosiga o'xshash otashlik Turpan shahrini. Vatan tutib yashag'um bor edi. Bakma afsuski, xotin bolalarim yaqindan beri Andijonning g'alvisini qilib, beshimni o'choq etib etdi. Yurt vatan mehri ol zaifalarimning ko'nglini aram topqizmadi bo'g'ay. Ularning ko'ngil xohisiga parvo qilmasam, zulm qilgan bo'lib qolurman. Hammalariga ma'lum, zulm Allohning inoyati emas, balki shaytonning karomatidir. O'zimizning ixtiyoridan xohi halol juftimizga, xohi farzandimizga, xohi do'st yoranlarimizga zinhor jabr zulm yetmagay. Ularni ko'ngil ozodligiga musharraf qilish, xasta dillarga shodlik bag'ishlash gardinimizdagi majburiyatdir. Shul boisdan Peqirga ko'rsatgan olamchi mehr shafqatlarga minnatdorlik bildirib, Andijon tarafga yuz keltirmakka niyat ayladik. Ijozat berishlarini tovanchilik bilan iltimos qilaman. Mirza Ahmad Andijonining bu iltimosi bilan so'rin ahli bir bas timtoslikqa cho'mdi. Hammalar nazarini Sulton Muhammadxonga ag'dirishdi. Kelish irodat, ketish ijozat deb ekan, dedi Sulton Muhammadxon so'z ilib. Hazratlarining talabi shul bo'lsa, bizga mo tutib kelishga bahona sabab yo'qdir. Shundaqdimi yonaman deb yonsilimi bo'lmas, yorishqini qilib ustib qo'yayli. Shundaq qilayli, deyishdi boshqa amirlar. Bizmi biror piyoldan xo'shlashish cheyi tutib olayli. On hazratimning hammatiga minglab tasanno. Janobi amirlarning do'stlik ko'ngliga ko'p rahmat, dedi Mirza Ahmad Andijoni cho'nqur ehtirom bildirib. Bu so'rinda Ulusbegi Xudoydatning navrisi Saydali olib mubar edi. U bo'si salgan shohona barobat dasturxoniga bekavullik qilib atdi. Mirza Ahmad Andijonining o'z yurtiga ketmoqchi bo'layotganligini anglab, yigit tipirlab turolmayli qoldi. Shu topda birov uning yuragini rahimsizlik bilan sug'urib elib. Shu kecha yigit hasratlik tuyg'ular ilkida kirpik qoqmay tong otqizdi. Atigini nashtida bo'siga tortinib qani eg'iz ochdi. Bir eg'iz gapim bor edi. Bilmadim, bobomning anglashqa rag'di bormikin? Ulusbegi navrisining so'lg'in chiroyiga ruhsiz turqag'lab bida qarab qo'yib eg'iz ochdi. Qani xo'sh. Yigit bo'sining yanida o'ltirib, to'nirdan yangi so'yilgan petir qatlamiga murabba surkayotgan momisiga qarab qo'yib, og'zining uchiga kep qolgan gapni g'o'rtda yutib etdi. Yigit ko'ngil sirini momisining oldida deyishdan o'ylayotgandek qiladi. Ulusbegiga navrisining gapning uchini chiqarib qo'yib jim turilishi yoqmadi. Qandoq muhim gapi bo'g'iydi buncha qiynalib deyamigidek. Buncha ola azmi yigit emasdi-ku. Biror peshkanlik yo'liqmaganda, Buvay navrisiga taajjub bilan qaradi. O'ltirsimu xuddi o'ri turgandek ko'rinadigan ziyoda bo'yliq, alam mahoratiga to'limi herisman, yoshligiga baxmay chiroyidan pishqan erkaklarga xos tamkinlik balqib turadigan bu navrisiga Ulusbegi to'limi amroq edi. Kunda biror vaqt tomoqni birga yemasa, ko'ngli yerim bo'ladi. Shu sababdanmi Qashqarda dadasining yanida turg'ili qo'ymay qishig'i akilib olgan edi. Buvay navrisini ha gipani da deganni qilib, qalti yutilib qo'ydi.
Said Ali olib so'zlashga tamsilib bo'g'isi bilan mo'misining chiroyiga shundoqla qarab yana o'ng'aysizlandi. Soqol burtlarga texchi ustir tegmagan chiroyiga so'z qizillik yugurdi. Amirzodamning tortindigan, tamtiraydigan vaqti bo'ldi ekan-a, dedi mo'may navrisiga ishkuyarlik bilan qarab. Nima gaplar bo'lsa deyaversizlar bolam. Bobolari unimisi mana men bor. Shu Said Ali olib g'urtda yutqandi. Qo'liga choy piyolasini ilib yana qo'yib qo'ydi. Ajab bugun qiz boladek tortinchoq bo'lib qoldi-ku Amirzodam, dedi Ulusbek Xudoydat taqazzoligini yoshirmay. Joniga taqiladigan ish bo'lsa-mu g'achchida bir nima deysizlar. O'g'il bola erkak degan to'li dangsab azmilik qilib o'ltirmaydigan. Yigit o'ziga g'ayrat berib eg'iz ochdi. Shu o'ylanaymikin degan. Ulusbek bir navrisiga bir yenida o'ltirgan mo'miyaga qarab etgandan keyin qaqaqlab kulib ketdi. Mo'shi gapmadi. Yaxshi ish ekan-ku bu. Bu samimga solmaslimi bu yil silini o'ylab. Yaxshi ish ekan-ku bu. Samimga solmaslimi bu yil silini o'ylab qo'yish niyatim bor edi. Farzni ado qilgan yoshlarga allaqachon yetdilar. Mo'mlar burnakini men xon oliylari bilan ko'rishib, malikalardan birasini navrimizga so'rab baqslar degan edi. Undaq bo'lsa bugunli xon oliylari bilan ko'rishay. Menga malikalarning keragi yo'q. dedi o'zini xilil tutib olgan yigit dodillik bilan so'zlab. Hirotdan kelgan Mirza Ahmad Andijoniy hazratlarining singlisiga uylangan bu. Mirza Ahmad Andijoniyning singlisi Ulusbek nevrisining ko'ziga tikildi. Shundoq. Ismi Zaynab bebi. Mono yigit balamning yomonligini dedi mo'misi xushal bo'lib. Nevramni kichikdab yursam oshiq bo'p demasmi? Ol Hirot go'zalini bir necha qitim ko'rdim. O'sin jamoli tangdoshsiz bo'p qolmasdin. Adab, axloq, sharm hayo, qoida yosundimi yigonidir. Nelar yurib ko'zlari tushganda ol pariga. Yigit sirliq hijoydi, lekin suvon surmadi. Ko'zlari bo'g'siga umid bilan tikilgan edi. Afsus, dedi Ulusbek ikki tayim bo'lgan holda. Shul tapda Mirza Ahmad Andijoniy hazratlari Andijonga ketish taraddudida turibdi. Bilmadim, hayot beg'ining ul nozik xunchisini ostonimizda qoldirib ketishga roziligi bormikin tong? Shuni o'zlariga oldirib tenab eg'iz ichishim, dedi yigit yelingan holda. Kamina navrlarining baxt uchun ul hazratning dargohiga berib boqqan bo'lsalar. Magar talabimiz qabul ko'rilmasichu. Yigit anglashni xohlamaydigan bu ehtimollik so'zi oldida peshini tuvan egdi. Yigit anglashni xohlamaydigan bu ehtimollik so'zi oldida peshini tuvan egdi. Vujudini umidsizlik tumanlari qoplab, yuragi omburda qisqandek echishib ketdi. Shavkatlik Ulusbekning qudulish talibi ol kelganda Mirzaga manzur bo'lmay qolmas, dedi mo'may takabburlik bilan. Ko'ngil degan podshoh, ko'ygan kishiga tortisha debdikan. Nevramning ko'nglini da'votiman. Bo'lmasa, nevramning ko'nglini da'votiman. Bo'lmasa, xon oliylarining malikalarini xuddi bog'dan gul tanlagandek tanlaymiz shu topda. Mo'misning so'zlari yigitning vujudida jur'at paydo qildi. Ey boboy buzruk, zinhor orsaldi bo'lmag'ayla. Navrlarining mayli o'sha Zaynab bibiydi. Uningdan boshqa har qanday malika bo'lsin hargiz o'ylanmayman. O'g'il bola degan yaxshi ko'rgan har qanday narsasiga erishishga jur'at qilish kerak, dedi boboy mamnunlik bilan. Bo'libmi ko'ngil ishida? Bo'ladi. Navram uchun o'zim elchi bo'lay. Yigit yelkasidan tog' qulab tushgandek yenik nafas oldi. Shu kun kechda Mirza Ahmad Andijoniy Ulusbek Xudoydatning qudi bo'lish talabiga xushallik bilan rozilik berdi.
lekin shart qo'ydi. Olusbegi aliylarning oyoq beg'imdagi ul nozik xunchini farzand qilib olmoqchi bo'lganligi bizning baxtimizdir. Shul topda o'zimizni sharaf, faxr qasrida his qilyapmiz. Ammo noyitim afsuski, biz shul topda vatanimizga jo'nash tayyorligini bitirib bo'ldik. Uning ustiga to'y degan aboy ajdodimizdan tortib qizning yurtida bo'ladi. Yigit taraf qizning yurtiga to'y tatib berib, el yurtga osh berib, el jamoatning guvoh va roziligi bilan qiz ko'chirib ketadi. Kaminalari Hirot taxtigohining posiboni bo'lmish Shahruxxon oliylaridan ranjib qolganligim uchunla Turpan taxtigohiga kelganman. Bu yurtga singlimni qoldirib qo'yib ketsam, ag'yorlarim el jamoat orasiga singlisining yuzidan o'zga yurtda jahondorchilik qildi deb fitna tarqitishi turgan gap. Shul sababdan bu nikoh ishiga roziliqim bo'lsa-mu, Turpanda to'y qilib berishim noloyiqdir. Magar hazratimga maqbul kelsa, Amirzoda men bilan billa Andijonga borg'ay. Andijonda ularning to'yini qilib berib, murodiga yetkazgayman va xolisa Turpanga yo'lga selib qo'ygayman. O'rinliq sabab oldida Olusbegi Xudoydat hech nima deyanmadi. Mirza Ahmad Andijonining talabini olgan Said Ali olib xushallik bilan rozi bo'ldi. Zaynab bibining visoliga yetadigan ish bo'lsa, jahonning o'chitib berishga roziman. Nima deganlar bu Amirzoda? Dedi momisi qo'shilmay. Oson ishni mushkul qilib, bir xotinni deb Andijonga boradigan gapmi amdi? Niyatlardan yansila. Men hozirla haramga kirib, xon shoyim bilan ko'rishay. Qo'ysima lekin deslar shuni bilan to'ylarni qilib qo'yaymi? Saydali olib momisning ko'nglini oyib gap qilmay turib oldi. Navrisining ishqdardini tushungan Olusbegi ilojsiz navrisini 100 nökar va nurg'un oltin kumush esil sovg'a salomlar bilan Mirza Ahmad Andijoniga qo'shib qo'ydi va to'ydan keyin darhol Turpanga qaytishni alohida topiladi. Biroq navrisi ketib 4-5 oygacha hech qanday xabar bo'lmadi. Ahvol o'qishib kelish uchun ketgan oyg'oqchilar Mavara Nahir hukmdori Mirza Ulug'begning Mirza Ahmad Andijonining Andijonga yetib kelish hamon yorliq tushirib qallisini og'anligi. Mirza Ahmad Andijonining singlisi Zaynab bibini majburiy nikohiga elib, Saydali olibni nökarlari bilan zindonga solganligi haqida xabar ep keldi. Bu shum xabar yetib kelgan mezgilda Sulton Muhammad xon tuyuqsiz qazo qilib, o'rniga Sulton Shir Muhammad xon taxtga chiqqanligi va xon bilan xonning jiyani Shahzoda Uvays xon o'rtasida eg'ir nizo paydo bo'lib, o'rtada xotirjamlik bo'lmaganligi sababli Olusbegi tutqunlikda turayotgan navrisining holidan xabar ulgurmagan edi. Lashkarlar biroz orom elib g'izolni vassunmu hazratim. O'rinbosar amir lashkarining bu taklifi bilan Olusbegi Xudoydatning hasratlik xiyollari uzilib qoldi. Shunda qism dedi Olusbegi ziminni hozirlik ko'ydirib tashlaydigandek o't purkayotgan quyoshga qo'lini soyivan qilib qarab etdi. Lashkarlar ildam g'izolang'ay. Oramni kucharga yetganda biroqla olurmiz. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganingizga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.